Jafar menga alam qilayotgani ham shuda. Hozir juda ko'p biznes egalari mahsulotimga juda katta chegirma beraman. Bitta bir milliondan oshiq obunachisi bor blogerni chaqirib reklama beraman, shu bilan savdoyim zo'r bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Aslida bunaqa emas-ku. Hurmatli biznes egalari, men sizlarni boshqa blogerlar bilan hamkorlik qilishinglarga qarshi emasman. Bunaqa fikrim ham yo'q, niyatim ham yo'q. Lekin 20 ming, 30 ming, balki 50 ming dollar xizmat turiga ega bo'lgan mumkin bilan 100 karra arzonga, juda arzonga foydalanish mumkinligini aytib o'tmoqchiman sizga. Biznesda va reklamada maqsadli auditoriya oltinga teng deyiladi. Potensial mijoz juda qimmat turadi. Men sizga mumkin bilan 250 mingdan ortiq aynan shunday potensial mijozni taklif qilmoqchiman. Va yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bu 50 ming dollar, 60 ming dollar og'zingga bir chetidan chiqib ketyapti. Bu summani qayerdan olyapsan degan savollarga imkoniyat darajasida sizga tushuntirib bermoqchiman. Bugungi kunda mumkinda face bo'lib ishlayotgan adolat yoki jayrona yoki meni o'zimni xizmat turimdan mumkin siz foydalansangiz 200 dollar, 300 dollar pulingiz so'raymiz. Agar hammamiz barobar boradigan bo'lsak, tabiiy bu xarajatingiz 2 barobar, 3 barobarga ortadi. Xo'p, adolatni yoki jayronani chaqirdingiz ham deylik, lekin ularni suratga olish uchun keyin mobilograf xizmatiga murojaat qilasiz. Mobilograf keldi, suratga oldi, uni montaj qilib tayyorlash kerak. Menimcha mobilograf ham rahmatga ishlamaydi. U ham bir 200 dollar, balki 150 dollar pulingiz oladi. Mahsulot tayyor bo'ldi ham deylik, eng asosiysi uni maqsadli va potensial mijozga ko'rsata olish. Endi target yoqdingiz, 200 dollarga yoqdingiz, 1000 dollarga yoqdingiz. Lekin men bir shu sohani vakili sifatida va mutaxassis sifatida aytaman, target yoqilgan video bilan jonli obunachi orqali ko'rilgan videoni va rekomendatsiyaga chiqib borayotgan videoni effekti yer bilan osmoncha farqi bo'ladi. Buni pul bilan baholab bo'lmaydi. Davom etamiz. Boy yuqorida bekorga aytib o'tmadim. Bizi obunachilarimiz oltindan ham qimmat turadigan obunachilar. Yangi bo'layotgan qayroq chegirma va aksiyalarni izlab kiradi va o'ziga yoqqan mahsulotni xarid qiladi. Endi har bir biznes vakili o'zini mahsulotini reklamasini faqat ijtimoiy tarmoqlar orqali emas, mobil ilova, veb saytlar orqali reklama qilgisi keladi. Bu tabiiy hol. Sababi mobil ilova orqali berilgan reklama va biznes ijtimoiy tarmoqda reklama qilingan biznes bilan yer bilan osmoncha farqi bo'ladi. Buni biz tajriba orqali ko'rsak ham bo'ladi. O'zini sohasini gigantlari, tanimaslikda iloji yo'q. Korzinka deymizmi, fast foodlarda Evas, Oqtepa, Sariq bola, Bellissimo yo Makro hammasini o'zini mobil ilovasi va veb saytlari mavjud. Siz ham yo men ham o'zimni biznesim uchun mobil ilova qila olaman deyishingiz mumkin. Bunga qarshiligimiz yo'q. Lekin yaxshi mobil ilova ishlab chiqish uchun sizdan kamida 30 ming dollar xarajat va 6 oy vaqt talab qilinadi. Mumkin sizga oltinga teng bo'lgan obunachilari va tayyor mobil ilovasini taklif qiladi. Bugungi kunda mumkin mobil ilovasi kuchli top uchligida yuklab olishlar soni bo'yicha, bundan tashqari har kunlik aktiv foydalanuvchilar soni 10 minggacha bo'lgan mobil ilovani taklif qiladi. Endi sizlarni ko'p vaqtinglarni olib ko'p qiynamoqchi emasman, maqsadga o'taman. Hurmatli biznes egalari, agar siz mumkin bilan hamkorlik qiladigan bo'lsangiz, sizning kompaniyangiz mumkin mobil ilovasida alohida o'ringa ega bo'ladi. Sizning kompaniyangizga mumkin orqali tashrif buyurgan har bir mijoz siz to'g'ringizda to'liq ma'lumotga ega bo'ladi. Sizning do'koningiz manzili deysizmi, ijtimoiy tarmog'ingiz, telefon raqamingiz, kerak bo'lsa do'koningizni nechidan nechigacha ishlash tartibigacha hammasi yoritib beriladi, ijtimoiy tarmoqlaringizgacha qo'yib beriladi. Shuncha xizmat turini o'zingiz baholab ko'ring, qanchaga baholagan bo'lardingiz? Yana bir eng diqqatli tomoni, sizni mahsulotingiz suratga olinayotganda, masalan, mana bu holatda bo'ladi. Buni ustida mumkin jamoasini professional dizaynerlar ishlagandan keyin mana bu holatga keladi. Va bu holatdagi mahsulotingiz mobil ilovaga joylanadi. Bu sizdan hech qanaqa qo'shimcha harakat va xarajat talab qilmaydi. O'z biznesingizda chegirma e'lon qiling yoki aksiya bering. Mumkin bilan hamkorlik qiling. Mumkin ham vaqtingizni
ham naqdingizni tejovchi ilova.